Tinchlikmi? Nimaga keldingiz? Kuyov, singlim bilan tortishib qolibsiz. Uydan haydab yuboribsiz. Tinchlikmi? Nima, hozir shunda siz razborga keldingizmi yonimga? Yo'q, kuyov, bu nima deganingiz? Agar singlim xato qilgan bo'lsa, o'zim gaplashib qo'yay. Singlingiz-ku ayb ish qilgani yo'q. Prosta yoqmay qoldi. Shu uchun javobini berib oldi. Tushunmadim. Bu nima deganingiz? Singlimning hayoti siz uchun o'yinchoqmi? Meni boshimni qotirmay aka. Qo'limda pulim bor. Xohlasam har kun uylanaman. Menga qarang, marras. Gulday singlimning hayotini o'yinchoq qilding. Seni flosga teng bo'lib, qo'llarimni bulg'amayman. Seni Xudoga soldim. Kim bu bola? Kim? Endi nima qilamiz? Yetti mahallaga mani sharmanda qilding. Benomus. Oy. Endi nima deyman? Meni singlimga men birovning oilasini o'yin qildim desam, Xudo o'zimga, oilamga qaytar dunyo ekanda.